Man Hasan. Man Nazanin va biz yaqinda Ispaniyaga Ispaniyaga ko'chib keldik. Obunachilarimizni 99%ni qanday qilib Ispaniyaga kelsam bo'ladi degan savol qiziqtiradi. Bugun biz sizga Ispaniyaga qanday kelganimizni aytib bermoqchimiz. Birinchi qadamimiz bu Schengen vizasini olishimiz bo'ldi. Ispaniya Schengen ittifoqiga qo'shilganligi sababli Ispaniyaga kelishingiz uchun sizga Schengen davlatlarini любой xil turi o'qish yoki ishchi, turizm vizasini olib, bemalol Ispaniya hududiga kirib kelsangiz bo'ladi. Ikkinchi qadamimiz Ispaniyani qaysi shahrda yashashni tanlashimiz bo'ldi. Biz Torrevieja shahrini tanladik. Bu shaharni tanlaganimizdan sabab, meni ishim shu shaharlar bilan, Alicante bilan bog'liq bo'lganligi uchun shu shaharni tanladik. Va bu yerda atrof Suv, dengiz, bu ham mazza. katta rol o'ynadi shahar tanlashimizda. Hammaga har xil bo'lishi mumkin. Kimdir ishi Barselonada, kimdir ishi Madridda, kimdir ishi Valensiyada bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammaga bu individualni. Uchinchi qadam bu kvartira tanlash bo'ldi. Uning uchun bizga realtorlar yordam berishdi. Oldindan Telegramdan, Facebookdan, Valensiyadan, Alicantedan va boshqa shaharlarni Telegram profillarini qidirib, Telegram gruppalar topdik. Qayerda rus tilida gaplashayotgan realtorlar borligini topdik. Ular bilan gaplashdik. Ular rasmlarni ko'rsatishdi. Yo'qkan kvartiraga borib videolar olishdi. Telefon qilib kvartirani ko'rsatishdi. Kvartira yo'qgandan keyin biz oldindan to'lovini qilib, mana shu kvartirani bron qilib, to'g'ri kvartiraga keldik. 4-qadam bu propiska olish bo'ldi. Ispaniyadan propiska olish bu juda muhim narsa. Propiska olganingizdan keyin sizga bepul meditsina va ta'lim yo'llari ochiladi. So'nggi 5-qadam biz hozir shu qadamda biz bu hujjat olish. Bilasizlar, begona davlatda siz hujjatsiz umuman hech kimsiz. Va Ispaniyaga kelishimizdan asosiy sabablardan biri bu Ispaniya hozir ko'pchilikka oson hujjat qilib beryapti. Hozirda biz VNJ olish etapida biz. To'g'ri, shu Ispaniya hozir ancha osonlashtirgan viza olish va rezidensiya olish bo'yicha. Hozir danli moment Ispaniya 3 yillik ID karta beryapti, rezidensiya beryapti. 3 yil yashaganingizdan keyin, soliqlar to'laganingizdan keyin sizga 2 yilga yana uzaytirib berishadi. To'liq 5 yil yashaganingizdan keyin sizga 5 yillik rezidensiya berishadi. 10 yil yashagandan keyin Ispaniya fuqaroligini olish imkoniyati ochiladi sizga. Keyingi videoda nima uchun aynan Ispaniyani tanlaganimizni aytib beramiz.